Hurmatli kuzatuvchilar, men sizlarga Word dasturida ramka va nomer qo'shishni o'rgataman. Avvalambor Word dasturiga kirib olamiz. Word dasturining ichida ixtiyoriy bir yarlik ochib, ichiga ixtiyoriy matn tipini kiritib olamiz. Assalom O'zbekistonni kiritib olamiz biz. Konstruktor bo'limiga o'tamiz. Konstruktor bo'limidan ramka turgan qatorni belgilaymiz. Netda turibdi. Biz endi da qilib ramkani belgilab olamiz. Va mana bir ramkamiz tayyor. Vstavka bo'limiga o'tamiz. Numeratsiyani tayyorlab olamiz. Biz prostoyga o'tdik. Prostoy chiroyliroq bo'lish uchun. Chiqmabdi ramkani, hozir boshqatdan ko'rib olamiz. Numeratsiyaga kiramiz. Ikkinchisini prostoydan, ikkinchisini o'rtadan tanlaymiz, chunki chiroyliroq chiqadi. Kitobda, daftarlarda tayyorlashimizda ko'p turli hujjatlar tayyorlashimizda bizga asqotadi. Mana shu bilan biz ramka va o'sha stranitsamiz qo'yildi, ya'ni raqam qo'yilib bo'ldi. Endi tayyor holatda.